Assalomu alaykum. Bizni yaqindan va olisdan kuzatib borayotgan qadri baland qadrdonlar va albatta Qodirov TV kanalining ashaddiy muxlislari va obunachilari. Sizlarga shunday yangilik bilan chiqyapmiz. Ichki va tashqi va umra ziyorati bo'yicha, turizm bo'yicha sizlar bilan noodatiy haqida gaplashamiz. Agar sizga bu video qiziq bo'lsa, siz uchun ichki va tashqi turizmda siz istagan savolingizga xudo xolasa mana shu videoda javob olishingiz mumkin. Videoda o'tkazib olmaslik shoshilmang. Yaqinlarga jo'natib, izohlarda nasib, omad degan so'zlarni yozib keting. Xudo xolasa sizga yanada foydali ma'lumotlar chiqarishda davom etaylik. Xo'p, bo'lmasa biz boshladik. Qodirov TV obunachilari, siz ishladingiz, mehnat qildingiz va ozgina pul jamg'ardingiz. Siz sayohat qilmoqchisiz. O'zingiz uchun xotirali, unutilmas lahzalarni kashf qilmoqchisiz. Bunga biz sizga yordam beramiz. Qanday deysizmi? Siz istalgan davlatingizga biz zo'r, chiroyli, qulay shart-sharoitlarda, qulay reyslarda tur paket yasab bera olamiz. Agar sizda sayohat qilishga ozgina bo'lsa ham imkon bo'lsa, bu imkonni qo'ldan boy bermang. Nimaga deysizmi? Bugungi kun ertaga qaytmaydi. Ertangi kun bugun bo'lmaydi. Xudo xolasa sizga foydali bo'lgan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Xo'p, qarang. Tashqi turizmimizda Dubay, Tailand, Maldiv, Sharm-Shex, Vyetnam, Bali orollari va qo'shimcha davlatlarga sayohat qilishni biz yo'lga qo'yganmiz. Agar sizga qiziq bo'lsa, qarang. Xo'p, tur paketlarimiz kamida $450 dan boshlanadi. $450 puliga yarasha shart-sharoitdan qulaydan ketaveradi, tepaga qarab sekin, shart-sharoiti, qulayliklariga qarab, servis xizmatlariga qarab puliga qo'shib borilaveradi. Xo'p, tashqi turizm haqida siz tushunchangizni biz oshirish maqsadida iloji boricha Telegram kanalimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol kirib, videolarni ko'rib, sizga sayohat qilishga ehtiyoj sal bo'lsa ham uyg'otadigan bo'lsak, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumot olishlaringiz mumkin. Xo'p, qarang, endi sizlar bilan tashqi emas, ichki turizm haqida gaplashamiz. Ichki turizm nima o'zi? Ichki turizm O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston degan davlatlarga sayohatni tashkillab qo'yganmiz. Siz Shahmardonga bormoqchisiz, oilaviy yoki-da ayollarning o'zi ishxonadaglar, yoki-da erkaklarning o'zi, yoki-da ulfatlar. 5, 10, 15 kishilik sharoitda sayohatlarni tashkillab qo'yganmiz. Qirg'izistonga 3 kunlik, Qoraqo'y, Issiqko'l hammasi ichiga oladi. Litsenziyali. Nimaga aynan bizdan tur paket sotib olishingiz kerak? Chunki nimaga? Bir xil yo'ldan, bir xil narsani doimiy bajarib kelayotgan insonni xarid qilsangiz, xudo xolasa foydali bo'ladi. Hali ziyoningizga yurmaydi-da, pulingizga kuymaysiz, kuningizga kuymaysiz. Chunki nimaga? Postdan qanday o'tishni bilamiz, shart-sharoitni bilamiz. Bozorlik qil, ulfatlarni yig'ib, dacha gaplashdingmi, transport gaplashdingmi, unaqa bosh og'riqlarga siz miyangizni charchatmaysiz. Hamma tashkilotli ishlarni biz zimmamizga olamiz. Siz xotirjam dam olib kelasiz. Maroqli, xotirali, unutilmas lahzalar bo'ladi. Agar siz sayohatingizni biz bilan qilsangiz, sizga unutilmas xotiralarni keltirib bera olamiz. Agar bu ichki turizmimiz haqida yanada to'liqroq batafsil ma'lumot olishni xohlasangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Telegram, WhatsApp, email bemalol. Siz safardasiz, ota-onangizni jo'natmoqchisiz. Siz qayerdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, mana Andijondanmisiz, Namangandanmisiz, Farg'onadanmisiz, Toshkentdanmisiz, Samarqand, Buxoro, uyingizdan olib uyingizga tashlab qo'yish shartlari bilan. Yana qaytaraman, uyingizdan olib uyingizga tashlab qo'yish. Hech qaysi tur firmada hali bu narsa kuzatilmagan. Xo'p, endi muborak safar, 14 kunlik umra safari. Ko'pchilikda 10 yillik, 15 yillik orzuga. To'g'rimi? Chunki nimaga? Siz yillar davomida yiqqan pulingizni tajribasiz jamoaga topshiringiz kelmaydi, to'g'rimi? Meni ismim Muhammad Sulton. 4 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Ko'plab minnatdor bo'lgan ziyoratchilarimizni
umra amallarini bajartirib olib kelganmiz. Xudoga shukr, kamchiliklar, xatoliklar bo'lmagan. Kamchiliklar, xatoliklar bo'lgan bo'lsa, o'rnida to'g'rilaganmiz. Yillar o'tgan sari tajribamiz oshib boravergan. Men sizga 14 kunlik muborak safarda 1100, 1075, 1050 dollardan reklama qilyapmanmi? E'lon qilyapmanmi? Chunki nimaga? 40 dan, 30 dan ortiq ziyorat joylariga olib boriladi. Madina Munavvarada 21 dan ortiq ziyorat joyiga olib boriladi. Makka Mukarramada umra amali va albatta 25 dan ortiq ziyorat joylar, muzeylar, tarixiy obidalar, unutilmas lahzalar. Judayam bir ham ibodat, ham ziyorat, ham sayohat. Hammasi 14 kun davomida ichida bo'ladi. Asosiysi malakali yo'lboshchi bo'ladi. Nimaga? Malakali. Chunki mukammal ibodat qilayotganingizga ishonchingiz mustahkam bo'ladi. Xo'p, bemorlarimiz uchun davlinasi bor, isitmasi bor insonlar uchun xavotir olmaysizlar. Hojidada hojona sizlarning sog'liqlaringizni o'ylagan holatda shifokor xizmatini ham qo'yganmiz. Bu 14 kunlik muborak safarimiz 1050 dollardan boshlanadi. Standart plus va albatta komfort paketlarimiz. Xo'p, aka, siz hoji dadam bilan hoji onamni Madina shahrida ko'proq turishini xohlayapsiz. Buni ham biz yo'lga qo'yganmiz. 8 kun Madina Munavvarda, 6 kun Makka Mukarramada 40 farq shaffof umra paketini ham yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Buni narxi 1250 dollardan boshlanadi. Madina Munavvarada 8 kecha, Makka Mukarramada 6 kecha bo'ladi. Bor yo'g'i 1250 dollarga. 40 dan ortiq ziyorat joylar. Bu hali hammasi emas. Qarang, xo'p. Men sizga bonus tarifasida agar oiladan 5 kishi bo'ladigan bo'lsa, kishi boshiga 10 dollar, 5 dollarda maydalashib o'tirmayman. Qodirov TV kanalini obunachilari uchun, Qodirov TV Azbek akam hurmati uchun va albatta Azbek akam hurmat qilib kuzatib borayotgan, like bosayotgan, izohlarda o'z fikrini, samimiy fikrini bildirayotgan obunachilarimiz uchun 25 dollardan, oiladan 5 nafar bo'lsa 25 dollardan chegirma ham qilib beraman. Hali bu hammasi emas. Xo'p, siz menna Muhammad Sulton uka, oilam bilan ketyapman yoki ota-onamni jo'natyapman uka, sharoitlaridan qiynalishmasin, go'zal tarzda, xotiralarida boy bo'lsin deb niyat qilib yurgan bo'lsangiz, Xudo xolasa sizni ota-onangizni, yaqinlaringizni, ayolingiz, o'zingiz, barcha farzandlaringizni chiroyli tarzda, go'zal tarzda safarlarni tashkillab bera olamiz. Chunki nimaga 4 yillik tajriba bor. Malakali eliboshlarimiz bor. Malakali elibosh deganimizga qarang, malakasiz elibosh qo'ysak, chunki uni tajribasi bo'lmasa, yangi borayotgan ziyoratchilarda xotirasida nuqson bo'lib qolmasin degan holatda kamida 3 yildan 5 yilgacha tajribasi bor eliboshlarni tashkillab qo'yganmiz. Balkim bu videodan siz o'zingizga sayohat qilayotgan darajada hissiyot uyg'ongandir. To'g'rimi? Nimani kutyapsiz? To'g'ri, qaysi firmani tanlar ekanman, qaysi firmadan bor ekan deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, bemalol qo'rqmasdan Muhammad Sulton ukam bor-ku, o'zi chiroyli tarzda, go'zal tarzda tashkillab beradi deb quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. O'zim javob beraman. Operatorlarim bas, o'zim javob beraman. Sizga, hoji onamga, hoji dadamga xizmat qilganimdan xursand bo'laman. Maqsad sizlarga foydam tegsa, duo olish, bitta. Hali menda pul topish maqsad bo'lganda 995 dan ham bor, 950 dan ham bor, 900 dan ham bor. O'shlarni reklama qilardim. Chunki nimaga? O'zim sifatli narsani yaxshi ko'raman. Ota-onamga sifatli narsani ravo ko'raman. Ota-onamga eng yaxshisini ravo ko'raman. Oddiy misol, bozorga borsangiz ham ota-onangizga eng yaxshi ro'mol, eng yaxshi ko'ylak, eng yaxshi oziq-ovqatni tavsiya qilasiz va ilinasiz. Xuddi shunaqa menda ham. O'shuning uchun menda atrofga nisbatan narx-navolar baland bo'lishi mumkin. Sayohat davomida ham, 14 kun davomida ham, malakali elibosh davomida ham umuman Xudo xolasa kamchilik, xatoliklar bo'lmaydi. To'g'ri. Endi qarang, men sizga ko'p yolg'on va'dalar bermayapman. Xudo xolasa men gapirayotgan gapimga javob beraman. 24 ga 7 siz bilan aloqada bo'laman. Siz sifatni qadrlasangiz, sifatni xohlasangiz, Xudo xolasa keling, telefon qiling, men sizga yanada to'liqroq ma'lumot beraman.
Nimaga aynan 1050 dollar? Nimaga aynan 1100? Nimaga aynan 1250 dollar? Yo, aytishingiz mumkin. 900, 950 dan turibdi-ku Muhammad Sulton. Nimaga? Deyishingiz mumkin. Chunki 2 milliy non bilan 5 milliy nonni farqi bor. Lekin ikkalasi ham bir xil xizmat qiladi. Ikkalasi ham non. To'g'rimi? 2 milliy nonni ko'pchilik mehmonga olmaydi. 2 milliy nonni uyga olsangiz ham bo'laveradi. Lekin yesangiz o'sha 5 milliy nonni ta'mini beradi. Lekin sifat bilan sifatni farqi bor. Doim aytamiz. Bizda gapimiz bas, yoshga otalar gapi. Arzonni sho'rvasi tatimas deb bekorga aytilmagan. Keling, men sizga yolg'on va'dalar bermay, 900, 800, 850, 950 deb turib, mehmonxonalarni yaqin aytib turib, sizni aeroportdan chiqarib yuborgandan keyin siz bilan muloqotda bo'lmasdan telefonimni o'chirib yuborishim hojat yo'q-da. Manzilim aniq, nomerim aniq. Chunki nimaga? Reklamani ham pulga qildiramiz. Sizni aldab ketishga arzimaydi. 50 dollar, 100 dollar plyusga aldab ketishga arzimaydi, chunki sarflaymiz. O'shuning uchun, xo'p, qarang-da, men sizni 50 dollar plyusga, 100 dollar plyusga aldab ketmayman. Chunki 4 yildan beri ishlaymiz. Nomerimiz, ish joyimiz, Instagramimiz, Telegramimiz aniq ko'rsatilgan. Siz ichki turizmdamisiz, tashqi turizmdamisiz, umra sohasidamiz. Siz uchun doimiy xizmatdamiz. Ota-onangizni yaxshi niyatda 10 yillik, 5 yillik orzuyini amalga oshiraman deb safarlarda yuribsiz-da aka. Xudo xolasa bexijolat ota-onangizga chiroyli tarzda safarlarni tashkilab bera olamiz. Umra safarida ham, turizm sohasida ham, ichki turizm sohasida ham. Agar sizga ma'lumotlar yanada to'liqroq xohlasangiz, quyidagi raqamlarga Primoy, WhatsApp, Telegram, Imo ishlab turibdi. Sayohat sizniki, mas'uliyat bizniki. Keyingi videolargacha o'zingizlarga ehtiyot qilinglar, jonlaring omon bo'lsin.